Lokatsiyani eslatib o'taman azizlar. Nazarbek ko'prigidan kelaverish, ya'ni O'rizor bozor tomonidan kelaverish. Bu yoq tomon Ko'kshidan kelaverish bo'ladi. Taqachi burga ro'parasiga Novostroyka domi tagida 2-etajda. Ana endi ichkarini ko'ramiz. Qani ketdik. 2-etajga chiqamiz. Bu yerda sizlarni kutib olishadi. Nima amaliyotga kelgan bo'lsangiz, shunga qarab turib yo'nalish berishadi. Ana endi erkaklar xonasini ko'rsatamiz. Bizning birinchi xonamizda erkaklar uchun ichkarini ko'rsatamiz. Bu yerda erkaklarni shaxsan o'zim kutib olaman. Birinchi galda qon bosimini o'lchab turib, analiz qilib, tashxis qo'yib, keyin bemorlarni davolaymiz. Birodarlar, bu kutish joyi, bemorlarimiz shu yerda o'tirib, qulay sharoitda, issiq joyda televizor ko'rib yoki baliqchalarni tomosha qilib o'tirsa bo'ladi, albatta issiq choy bilan. Ana endi ayollar xonasi, dars xonasini ko'rsatamiz. Bu joyimizni, dars xonamizni har oyda buyuk hijomatchilar aynan shu yerdan ta'lim olib chiqib ketishadi. Inshaalloh 6-yanvarda ham yangi potokimiz ochiladi, eslatib o'taman. Qadrdonlar, bu ayollarimiz xonasi, ya'ni 3-xona, erkaklar kirish mumkin emas. Bu yerda kosmetologiya hamda ayollar muolajasi qilinadi. Qo'limdagi bu uradigan taxtadan bilgan bo'lsangiz kerak, 4-xonamiz bizning massaj xonamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganingizdek, ayollar massaj xonasida hamma sharoit bor, dushlarigacha bor. Bu yerda chaqaloqdan boshlab, ya'ni ayollarning umumiy holatda massaj qilinadi. Ya'ni bu umumiy holatda ayollar va bolalar massaj xonasi. Bu yerda 18 yillik tajribaga ega Usmon va Hilol opamiz ishlaydilar. Tavsiya beraman. Bu ayollarimiz sevgan xonasi, ya'ni oshxonamiz. Bu yerda ayollar o'quvchilarimiz bemalol foydalanib, ovqat tanovul qilib, choy, kofe ichsa bo'ladi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, barcha sharoitlar klientlarimiz uchun, patsientlarimiz uchun hamda keladigan o'quvchilarimiz uchun. Kelinglar, sizlarni kutib qolaman.